Demak, davom etamiz. Keyingi testlarimiz Access dasturiga oid testlar ekan. 10-test. Ushbu so'rov bajarilgach, ekranga chiqadigan natijadagi o'qituvchilar haqida qaysi fikr to'g'ri debdi. Demak, bu yerda gender false deyapti, ya'ni ptichkasi yo'qlarni olamiz. Ptichka yo'q. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Demak, shu bilan bir qatordagi kriteriya, ya'ni saralab olish and bilan bog'langan bu ikkalasi. And ikkalasi rost bo'lgani hozircha javobga chiqadi. Endi first is second deyapti. Mana bu ptichkasi borlarga qaraymiz. First bo'lsa olamiz. Specialist deyapti. Demak, bunga ptichka qo'ya olmaymiz. Bu yolg'on bo'lib qoladi o'zi. Keyingisi yana specialist, buni ola olmaymiz. Oxirgisi first. Buni olamiz. Endi bu bir tomondagi so'ray. Bundan pastga ikkinchi qatorda turgani years staji bo'lishi kerak. Staji 12 dan kichiklari. Bu or bilan bog'langanligi uchun or. Bir tomoni rost bo'lsa ham bizga javob bo'ladi. Demak, hozirgi bu mana bu qismi uchun bizga ikkita rost. Ikkita rost. Bu tomongi qismiga endi qaraymiz. Demak, 12 dan kichiklari kerak. Mana bitta. Buni olamiz. Buni ham olamiz. Buni ham olamiz. Buni ham olamiz. Jami natijaga bizga 6 ta 1 2 3 4 5 6 ta o'qituvchi haqida ma'lumot chiqar ekan. Natijaviy jadvalda jami 6 nafar ustoz haqida ma'lumotlar ekranga chiqadi degan javob to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi testimiz uchun ham shu jadvaldan foydalanishimiz kerak. Shuning uchun ptichkalar o'chirib turaylik. Navbatdagi testimizda nima deyapti? 11-testdagi so'rov. Demak, va bilan bog'langan qismini qaraymiz. Ismda ikkita a harfi gender true'ga teng bo'lmasin deyapti. Mana bu teng emas belgisi bo'ladi bu. Qarama-qarshi taqqoslash teng emas. Demak, gender ayol bo'lish kerak. Ptichkasi yo'qlar ayol kishi edi. Tak, mana 1 2 3 4 ta ikkita a harfi bo'lish kerak. Demak, bu ikkita harf a bor, bunda ham ikkita a bor. Bunda ham ikkita a, bunda ham ikkita a bor. Endi keyingi shartimiz or bilan bog'langan shart. Demak, bu or bilan bog'lanadi, chunki ikkinchi qatorda bizga staji 15 dan kattalari kerak. 15 dan kattalar. Demak, bu olinadi. 15 dan katta. Mana bu olinadi. Demak, umumiy natijada 4 ta olinyapti bu yerda. Mana 4 ta. Mana bu o'zi olinar edi. Mana bu tomon o'zi rost bo'lgani uchun bu yoq yolg'on bo'lsa ham olamiz. Mana bu rost. Mana bu olinyapti. 4 kishi. Endi mana bu genderda ptichkasi yo'qlar jadval bo'yicha ayol kishi bo'lish kerak. 4 ta ayol o'qituvchining ma'lumoti chiqyapti, lekin mana bu yerda bir xatolik ketgan ekan. Komolov Davron o'g'il bolaning ismi bo'lsa ham uning genderiga ptichka qo'yilmagan. Buni ham hozircha ayol kishi deb hisoblaymiz javobda.
Demak, A javob faqat ayol ustozlarning ro'yxati chiqadi degan javobimiz to'g'ri ekan. Endi keyingisi PowerPoint dasturi. Slaydga kirib kelishi vaqt lahzalari bilan birgalikda keltirilgan animatsiya turini toping deb. Demak, birinchi nuqtachadek ko'rinmayapti, keyin ozroq ko'rinib boshlagan, yana kattalashyapti. Vaqt o'tishi bilan bu kattalashib borishini kutishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Demak, bu zoom, ya'ni yaqinlashish. Navbatdagi testimiz Excel jadval katakchalarida mana shu qiymatlar mavjud bo'lsa, E5 katakchasidagi quyidagi formula D4 katakchasiga ko'chirilgandagi formula qiymatini toping debdi. Demak, men bu yerga demak, E5 dan D4 ga. Demak, A, B, C, D, E bo'lsa, E dan bitta orqaga qaytyapti. Demak, ustunimiz -1, qatorlarimiz ham -1 ekan. Demak, D4 4 teng so'm mana bu absolyut murojaat borlari o'zgarmaydi. So'm A1 dan B1 gacha plus absolyut murojaat A'ning oldida bor, o'zgarmaydi. Mana bu bitta kamayadi, 1 qatorimiz ko'paygan. C dan bitta orqaga qaytsak B bo'ladi. Qatorimizni ham bitta kamaytirsak 1. Endi teng. Mana bu yerda A1, B1 diapazonda ikkita katakcha, ya'ni A1 bilan B1 bor. Bu 6 ga teng ekan. Yig'indisi. Bittasi 0, bittasi 6. Qo'shishimiz kerak shunga. A1 ko'paygan B1 ni. A1 yana 6 ga teng. Ko'paygan B1imiz 0 ga teng. 0 ga ko'paytirsak 0 bo'lib ketadi. Natijada javobimiz 6. Demak, HTML hujjatida matn quyidagi kod bilan formatlangan debdi. Matnning tashqi ko'rinishi haqida quyidagi fikrlardan qaysi biri noto'g'ri debdi. Matn qalin shriftda va markazga tekislangan bo'ladi. Demak, bu yerda markazga emas, right, ya'ni o'ng tomonga. Shrift haqida hech qanday gap yo'q. Standart qalin bo'lmaydi. Shu noto'g'ri bo'ladi. Qolganiga qaraymiz. Matn rangi qizil va o'ngga tekislanganmi? To'g'ri. Mana bu yer qizil. Chapga tekislanmagan, bu ham to'g'ri bo'ladi, chunki o'ngga tekislangan. Shrift turi ham to'g'ri. Qora emas, to'g'ri, qora emas, qizil. Shrift hajmi esa undan kattaroq. Bu ham to'g'ri bo'ladi. Demak, bizga javobimiz bu A javob. Qaysi biri noto'g'ri debdi. Bunda ham HTML kodi haqidagi. Demak, H1 tegi ichida inline stil berilgan. Demak, bu hamma standart sozlamalarni o'zgartirib yuboradi. Demak, joylashuvi centerga joylashadi. Font size inline bo'lganligi uchun 60 pikselni oladi, majbur. Demak, H1 yopildi. Rasm bor ekan, rasmimiz 200 ga 150. Chap tomondan joylashadi. Endi H1 tegi o'lchami qat'iy belgilanganligi uchun ta'sir qilmaydi deyapti. Bu xato, chunki
inline stil berilsa, mana tagning ichiga stil berilsa, hamma standart belgilangan cheklovlarni oladi. Mana shu xato 60 pikselda chiqadi. Qat'iy belgilanganligini o'chirib oladi. Chap tomonda chiqishi bu to'g'ri bo'ladi. Sarlavha ko'k rangda markazdan tekislangan deyapti. Sarlavha to'g'ri, mana ko'k rangda blue deyilgan, markazdan. To'g'ri. P tegi bilan berilgan matn rasmning o'ng tomonida joylashadi. Bu ham to'g'ri. Rasm chap tomondan joylashsa, matn rasmning o'ng tomonidan joylashga majbur bo'ladi.